Yaxshilik izsiz ketmaydi. Qorli va sovuq bir qish tongi edi. Shahar ko'chalarida odamlar shoshilinch yurardi. Hammada bir maqsad, imkon qadar tezroq iliq joyga yetib borish. Yo'l chetida bir bola qaltirab turardi. Uning ustida yupqa kiyim, oyoqlarida yirtiq tufli, ko'zlarida esa qo'rquv va umid aralash yashirinardi. Odamlar uning yonida shoshilib o'tar, go'yo ko'rmagandek bo'lib o'tishardi. Shu payt bir kishi to'xtadi. Oddiy libosda, oddiy qiyofali bu odam bolaga yaqinlashdi. "Sovuq bo'lyaptimi, bolam?" dedi mehr bilan. Bola boshini qimirlatdi, lekin javob bera olmadi. Tili qotgandek edi go'yo. Kishi darhol paltosini yechib, bolaning ustiga yopdi. Qo'lqoplarini ham qo'liga kiygizdi. "Uyga bor. Issiq joy top. Bu palto endi seniki. Xudo asrasin seni", dedi u. Bola ko'zlarida yosh bilan unga qaradi. Hech narsa demadi, lekin ko'rinarli minnatdorchilik bor edi nigohlarida. Oradan 20 yil o'tdi. Bir kuni o'sha kishi yuragidan qiynalib kasalxonaga yotqizildi. Og'ir operatsiya kerak edi unga. Puli ham, qarindoshlari ham yo'q edi. Shifokorlar navbatchilik qilayotgan yosh va mashhur bir yurak xirurgini chaqirishdi. U xirurg bemorning ismini eshitgach bir zum to'xtab qoldi. So'ng asta jilmayib shunday dedi: "Men bu insonni eslayman. Hamma xarajatni o'zim to'layman. Chunki bolaligimda u menga palto bergan edi. Men o'sha bolaman."